tug'ilgan kunda so'ralgan tilak ushaladi deyishadi. Oyijon, kelishingizni, meni olib ketishingizni istayman. Qog'oz o'yinini qilamiz. Balki kerak emasdir. Sen ovozingni o'chir. Yoki o'shan holatga tushib qolmoqchimisan? Sen qog'oz otasan har doimgidek. Xavotir olma, biz ikkalamiz boplimiz. To'g'rimi o'rtoq? Yetimcha, 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 yetim, Voy, Umar, yaxshimisan? Men bularni to'xtatmoqchi edim, bular meni quloq solishmadi. To'g'ri, to'xtatmoqchi edik. Umidan chaqirmadingmi? Qorni to'q ekan, ovqat yemayman dedi. Umida, Ovqat yemayman dedi, chiqib dada. tur. Umida. Kel. Ovqat yeysanmi? Nega so'raysan? Ovqatsiz unga. Allo. Assalomu alaykum, hurmatli mijoz, buyurtmangiz yetib keldi. Hurmatli mijoz, buyurtmangiz yetib keldi. Olib ketishingiz mumkin. Voy, o'g'ay. Xo'p, hozir boraman. Xo'p, salomat bo'ling. Menga qaro itmachi. Shkafdagi pulimni sen olding-a? Shkafga pul qo'yib qo'ygandim. Sen olding-a? Hali senmi? Senmi hali? Senmi hali? Shuni yaxshimisiz? Qayerdasiz? O'zida yaxshimi? Rahmat. Qizingiz ko'chada xuddi italagandek hushsiz yotgan ekan. Nima? Uyingizga olib bordim. Nima dedingiz? Hushsiz yotgan ekan. Uyingizga olib Mani bordim. qizimmi? Ha, opa, sizni qizingiz. Hozir boraman. Guljaxon, qizim. Ko'zingni och, qizim. Meni qo'rqitma. Nima bo'ldi senga, qizim? Oyi. Sizmisiz? Meni taniyapsanmi? Jon, endi boshqa tashlab ketmaysiz. Shuni kim qilgan bo'lsa javobini beradi, qizim. Oyi. 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 Kim bu? Sen nima o'ylagandan, qizim? Qachon oxirgi marta ovqatlanganding, qizim? 2 kun bo'ldi. Ye ovqatingni. Mana bulardan ham ol. Ye, bir keyin gaplashamiz. Oyi, nega bu qiz
shunchalik menga o'xshaydi. Xullas qizim, men Bir dona arzon tug'ib bersan. Latta tutding, yig'ishtirding. Ertaga uyimda yo'q. Men tug'maydigan xotin bilan umrimni o'tkazmoqchi emasman. ozgina chidang, iltimos, ozgina chidang. Hozir yordam berishadi. Telefonim qolib ketibdi. Sizda bormikin telefon? Alo? Tez yordammi? Iltimos, tez yetib kelinglar. Ayolning ahvoli og'ir, tug'yapti. Iltimos. Qayerdaman? Qayerdaman? Bilmayman qayerdaligimni. Bolajonim. Juda xushalik bo'ldi. Yana nima bo'ldi? Kechir qizim. Farzandsizlik meni shunga majbur qildi. Ilojim yo'q edi. Onang shuni yo'qotgandan foydalanib seni olib ketdi. Allohim bergan sovg'ang uchun minnatdorman. Uni ko'z qorachig'imdek asrayman deb unga va'da berganman. Sening egizak opang bo'lsa kerak. O'shanda men ikkinchisini olib ketganman. Unda nega u bunaqa ahvolda? Nahotki uni onasi shu ahvolga solgan bo'lsa? Bilmadim qizim. Uyg'onsin, so'rab ko'ramiz. Oyi, baribir men siz qizingizman. Xudo bergan sovg'ani pap qaytarib bo'lmaydi-ku. O'zimni aqlli qizim. Oyi, opamni o'zizga qiz qilib olsangiz bo'ladi-ku. Bu juda qiyin qizim. Qonun ular tomonda. Agar egizagi borligini bilib qolishsa, seni ham mendan tortib olishlari mumkin. Men axir xizmat vazifamdan foydalanib, seni o'zim tuqqandek rasmiylashtirganman. Uni azoblayotganini isbotlasak-chi? Juda mushkul ish. Lekin men harakat qilib ko'raman qizim. Oyi, menda bir taklif bor. Gapirchi. Umida, men Umida bo'lib ko'rsaychi? Yo'q. Ahvolini ko'rib tursan, seni ham qiynashadi. Men o'zimni xafa qildirib qo'ymayman. Umidani qiynagani isbot kerak-ku bizga. O'sha isbotni men topaman. Agar egizakligingni bilib qolishsa, seni ham tortib olishadi. Oyi, harakat qilib ko'rishimiz kerak. Uni bu ahvolda tashab qo'ymaymiz-ku. Oyi, iltimos, opamga yordam beraylik. Menga yordamingiz kerak. Xo'p, nima xizmat opa? Bir qiz oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lgan. Uni bolalar uyiga olishga yordam bering. Kim zo'ravonlik qilgan, ota-onasimi? Yo'q, kenasi va tog'asi. U yetim. Uni o'ldirishlari mumkin. Opa, unda ariza bilan dalillarni bizga yetkazing, biz ishni ko'rib chiqamiz. Men sizga isbotini yetkazaman. Mayli, salomat bo'ling. Qizim, qaltisishga qo'l uryapmiz. Xato qilishga haqqimiz yo'q. Xavotir olmang, oyi. Hammasini aytganingizdek qilaman. Umidani atrofidagi odamlarni tanimaysan. Xotirang yo'qotgandek ko'rsatamiz. Umidani ekspertdan o'tkazib, xulosasini olganman. Militsiya albatta aralashadi. Militsiya uni olib ketishga kelganida seni berib boramiz. Lekin unga men aytmaganman unga o'xshash qizim borligini. Tushunding? Bu yerda ehtiyot bo'l. Xavf sezganing bilan u yerdan chiqib ket. Oyi, menga zo'ravonlik qilish oson emas. Men dalil ham yig'aman va kunini ko'rsataman.
Namuncha shuning ming'irlatding. Qurib ketgan yetimcha qatta yurgan ekan shu vaqtgacha ivirsib ko'chada. Qachondan beri bu uchun qayg'uradigan bo'lasiz? Men unga qayg'urib o'libmanmi? Mana u onasini uyida turganimiz uchun majburman o'ylashga. Yana bu yetimcha uchun davlat tomonidan to'lanadigan nafaqa har oy kelib turibdi. Teshib chiqadimi? Indamay o'tiraman-da. Menga qara. Agar uni yo'qolganini bilishsa-chi, bilasanmi? Kafillik organi bizga 1 so'm ham bermaydi. Mana shu uyni ham yo tirigi yoki o'ligi topilmaguncha o'zimizga o'zlashtira olmaymiz. Buni bir yo'qlik qilish kerak. Yoki tirigini yoki o'ligini topish kerak. Eshityapsanmi? Shuni bilib turib, nimaga unda urdingiz? Yashamagur. Yetimcha. Hamma pullarimni o'g'irlab ketdi. Qo'ygan joyimda yo'q. Yaxshigina pul jamg'arib qo'ygandim. Zumrasha. O'sha pullarni olib ketib, kayf safo qilib yurgan bo'lsa-ya, tugatgandan keyin kelsa-ya uyga. Voy, bu kuydirgi qayerlarda yurgan ekan? Qayerlarda yurgan ekan bu? Bir qattiqroq urib olgan bo'lsangiz, ariq-pariqda o'lib yotgandir-da. Bir yugurib o'tayotgan payt bir mashina urib o'ldirib yubordim. Ey, gapingni shamol uchirsin. Bir narsa bo'lganda xabar kelardi-da. Morgda o'liklar ko'p. Qilib yotib. Nafasim yo'q. Ertaga maktabiga borib xabar olsam keyin. Bundan boshlab Gulchahonni maktabda o'qiysan. Isming Gulchahon. Adashib ketma, xo'p? Bu qizni taniysizmi? Ha, taniyman. Xo'jayinimning jiyani bo'ladi-ku. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Bu qizni bu ahvolga kim solgan ekan, xabaringiz yo'qmi? Men qayerdan bilaman buni kim qaysi ahvolga solganini? Yo siz o'zi kimsiz? Nega meni so'roq javob qilyapsiz? Tuman ichki ishlar bo'limidan, mayor Xudoyorov bo'limi. Aynan mana shu qiz bilan bog'liq holat yuzasidan surishtiruv ishlarini olib boryapman men. Men bilmayman, balki qo'shnilar bilan urushgandir, qo'shnini bolalari bilan talashgandir, a? Uni xotirasi yo'qolgan, hech narsani eslolmaydi.